O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan joriy yilning 1-30 noyabr kunlari oralig'ida mamlakatimiz bo'ylab favqulodda vaziyatlar profilaktikasi oyligi o'tkazilmoqda. Mazkur oylik doirasida amalga oshiriladigan profilaktik chora-tadbirlarni manzilli tashkil etish orqali aholi keng qatlamlari orasida favqulodda holatlar sodir bo'lishining oldini olish bo'yicha soha xodimlari tomonidan tushuntirish, targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilmoqda. Amudaryo tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan oylik doirasida amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha rejaviy jadval ishlab chiqilib, tumanning barcha hududlaridagi ijtimoiy soha obyektlari va aholi xonadonlarining kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holatlari o'rganilmoqda. Ayniqsa aholi xonadonlarida sodir bo'lishi ehtimoli bo'lgan baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan nazorat tadbirlari jarayonida quyidagi holatlar aniqlanib, qonuniy choralar ko'rilmoqda. Jumladan, iste'molchilar tomonidan tabiiy gaz va elektr energiyasi tarmoqlariga noqonuniy ulanish, tabiiy gaz tarmog'iga isitish qozonlari hamda gaz plitalarini rezina shlanglar orqali ulash, taqiqlangan gaz so'rish uskunalaridan foydalanish holatlariga mutasaddilar tomonidan chek qo'yilmoqda. Bundan tashqari, energetika obyektlarida profilaktik tadbirlarni samarali tashkil etish orqali idora va tashkilotlar, ijtimoiy soha obyektlari, ishlab chiqarish korxonalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, xavfli ishlab chiqarish korxonalarining ishchi xizmatchilarini jalb qilgan holda maxsus taktik o'quv mashqlari ham o'tkazilib, yong'in, is gazidan zaharlanish, havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq noxush hodisalarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli tushuntirish, targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Amalga oshirilayotgan profilaktik targ'ibot, tashviqot tadbirlari tumanning eng chekka hududlarida ham amalga oshirilib, aholi xonadonlaridagi dud-bo'ronlar, isitish qozonlarining sozligi nazorat qilinib, kamchiliklar joyida bartaraf etilmoqda. Shu bilan birga aholiga yong'in chiqishining oldini olish, favqulodda vaziyatlarda qanday harakat qilish zarurligi yuzasidan batafsil ma'lumotlar taqdim etilib, muhim yo'l yo'riqlar va tavsiyalar berilmoqda. Kuz kelganda shuni alohida ta'kidlashni istardikki, yong'in, is gazi, qo'lsiz, oyoqsiz, tilsiz yov, shuningdek havo gaz aralashmasining chaqnashi ham inson hayoti uchun xavfli ko'rinmas ofat. Ana shu tilsiz yov, ko'rinmas ofatga qarshi kurashish, xonadonlarimizda baxtsiz hodisa sodir bo'lishining oldini olish esa o'z qo'limizda. Har birimiz o'z xonadonimizdagi isitish tizimlarini ishlatishdan oldin ularning soz yoki nosozligini sinchiklab ko'zdan kechirib, dud-bo'ronlarni tozalatib qo'ysak, o'zimiz va yaqinlarimizning hayoti va sog'lig'ini asragan, favqulodda vaziyatlarning oldini olgan bo'lamiz. Aziz yurtdoshlar, tumanimizda favqulodda vaziyatlar profilaktikasi oyligi doirasidagi profilaktik nazorat va targ'ibot tadbirlari davom etmoqda. Mazkur oylik doirasidagi tadbirlarda faol ishtirok eting va jamiyatimiz farovonligi hamda osoyishtaligiga o'z hissangizni qo'shing. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan joriy yilning 1-noyabr kunidan 30-noyabr kunlari oralig'ida favqulodda vaziyatlar profilaktikasi oyligi o'tkazilishi belgilangan. Ushbu oylik doirasida profilaktik tadbirlarni manzilda tashkil etib, aholi xonadonlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan barcha tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, bugun ham ishchi guruhlar tomonidan aholi xonadonlarida birma-bir kirib, ularning elektr tarmoqlaridan, gaz tarmoqlaridan qay darajada foydalanayotganligi va ularni ish gazi chaqnash bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli tushuntirish ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari, ushbu buyruqqa asosan energetika obyektlarida profilaktik tadbirlarni samarali tashkil etish, maxsus taktik o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishi hamda idora va tashkilotlarda rahbar, ishchi va xizmatchilar bilan birgalikda yong'in, is gazidan zaharlanish va havo aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq bo'lgan noxush holatlarni oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlari tashkil etilmoqda. Hurmatli fuqarolar, sizlardan shuni so'rab qolgan bo'lar edik. Xonadonlaringizdan isitish tizimlarini ishlatishdan oldin ko'zdan kechirib, dud-bo'ronlaringizni tozalatib qo'yishingizni, o'zingiz va yaqinlaringiz hayoti va sog'lig'iga befarq bo'lmasligingizni so'rab qolgan bo'laymiz.